Aynan bu motor V8 yoqilganda hatto uzoqdagi haydovchi ham biladi. Bu Scania V8. Shofyorlar orasida shunaqa status borda, men V8 haydovchisiman. Eng baland ovozli dvigatel. V8 dvigateli 16 litrli. 500 dan 770 tagacha ot kuchi bo'ladi. Uzunligi 8 metrgacha, balandligi 4 metrgacha. Og'irligiga keladigan bo'lsak, 7 tonnadan 9 tonnagacha. 770 ta ot kuchli versiyasi 40 tonna yukni tog'larda osongina ko'tarib olib o'tadi. Trakkerlar uchun esa buni haydashdan zavq va ruhiy energiya oladi. Trakkerlar orasida V8 ovozi yurakni tezlantiradi. Ya'ni har qanday og'ir yukni tog'larda va uzoq masofalarda bemalol ko'taradi. Dvigatel millionlab kilometr ishlay oladi. Uzoq umrli traktor. Estetika, tashqi ko'rinish juda ham mashhur. Ayrimlar maxsus chiroqlar va dekor bilan bezaydi. Braking va xavfsizlik bo'yicha juda mukammal. Hammasi diskli tormoz, ABS, SP, Scania Stability Support. V8 ni to'xtatish katta yuk bilan ham juda barqaror va ishonchli hisoblanadi. Scania V8 ga bas keladigan trakni bilasizmi? Agar bilsangiz kommentariyada yozib qoldiring.